Bir odam Rasululloh akram alayhissalatu vassalomning huzurlariga keldida, "Ya Rasululloh, allimni shay'an va la tukthir likay a'iyaha" dedilar. "Ya Allohning rasuli, menga bir ta'lim bering, bir narsani o'rgating. Ammo ko'paytirib olmang, esimdan chiqib qolmasin" dedi. Ya'ni sahrolik odam ko'p narsa esida qolmas ekan. Bitta eng muhim narsani ayting, shundan foydalanay. Agar ko'p aytsangiz esimdan chiqib qoladi dedi. Dedi Rasululloh la tag'zab dedilar. Ana, g'azab qilma dedilar. Boshqa gap aytmadilar. Haligi odam endi o'zi aytib qo'yib, o'zi tashna bo'lib qoldi, gap qisqa bo'lib qoldi. Yana gapini takrorladi. Oldingi gapini aytdi. Yana menga bir narsa o'rgating, dedi Rasululloh. Yana la tag'zab dedilar. G'azab qilma dedilar. Takror aytaverdi ham g'azab qilma dedilar. Haligi odam qaytib ketdi. Sahobalardan birdalari aytdilarki, Allohning rasuli menga ma yuqarribuni ilal janna. Meni jannatga yaqinlashtiradigan narsani o'rgatib qo'ying dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, la tag'zab, g'azab qilma dedilar. Boshqa bir sahobiy kelib, "Ey Allohning rasuli, meni do'zaxdan uzoqlashtiradigan narsani menga o'rgatib qo'ying" degan edilar. Rasululloh u kishiga ham la tag'zab dedilar. G'azab qilma dedilar. To'rtinchi bir sahobiy kelib aytdilarki, "Ya Allohning rasuli, menga nasihat qiling." Umuman boshqa gap. "Menga nasihat qiling." dedi. Haligi odamga qarab turib Rasululloh la tag'zab dedilar. G'azab qilma dedilar. Shunda Ali sahoba aytadilarki, shundan so'ng men tushunib yetdimki, g'azabda barcha yomonlik to'plangan ekan. Dunyoning hamma yomonligi g'azabga to'planib qolgan ekan, deb haligi sahobiy mazkur gaplardan keyin xulosalarini aytibdilar. Qarang, bir odamga umri bo'yi kerak-ku qisqa narsa kerak ekan, g'azablanma. Bir odamga jannatga kirishiga yordamchi narsa kerak ekan, g'azablanma. Birovga do'zaxdan uzoqlashish, uni azobidan qutulib qolish narsasi kerak ekan, g'azablanma. Bir odamga umri bo'yi foyda berib yuradigan nasihat kerak ekan, g'azablanma. Ana, hammasida mana shu holat bor. Chunki g'azab haligi holat. Tez chiqadi. Uni qidirib yurishga hech qanaqa hojat yo'q. Bir pasda ish bitadi, qoladi-yu. Lekin mo'minlarning orasida farishta qochib, shayton kirib, ularning hamma ishini rasvo qilishga o'tadi.